Yuzarsifning Zulayxaga qarshi chiqib, uning itoat qilmaganini hammaylar biladi. O'zining Zulayxaning buyrug'iga bo'ysunmay zindonga tashlanganligini aytdi. Ammo buyruqning nima ekanligini aytmadi. Demak, bu sababdan zindonga tashlanibdi-da. Bu iffetlik yaşqa afirin. Sebebini bilmeymen. Ama onu günden güne yaxşı görüp qalıvatıman. Şehirliklerden algan xabarimga qaraganda, Mısırның birmuncha güzel ayolları onunla erişishini qasdida. Ama hech qaysisiga itoat qilmabdi. Tağırlarsını qo'g'disi yuzarsi. Rahmat sizga. Ammo o'zini qo'g'diyolmaydigan u tangirlar hech kimni qo'g'diyolmaydi. İbadetxana kahilleri Amon'un namıdan faydalanıp öz xalğancha əskilik qılıdı. Ularni hech kim to'siyanmaydi. Amon bularning qilganlaridan xabarsiz. Ayollarni va qizlarni o'zlarining avsi uchun majburlab ibodatxonaga aketganligidan hammaylarning xabari bor. Amonning xotiniga ehtiyoj yo'qtirsa. To'g'ri deysiz. Siz nimish qizimdan tashlandingiz? Qizimni qutqizish uchun Amonning xotinlari sulangan uyga kirib, bir qancha koinni yorlandirdi. Shuning bilan ular meni tutib olib bu yerga tashladi. Qancha yildan beri mushu zindonda turibdiman. Ayolim va bolalarimdan faqat xabar ololmadim Yuzarsev. Azirman, ularga yordam qilish uchun do'stim Mimi Saboni avatdiman. Hayatning ochiq tatliq vaqalari, qiyinchiliklari bizni texmi chidamliq va texmi qattiq qiladi. Bu qiyinchiliklarning sizni halok qilishiga hargiz yo'l qo'ymang. Qiyinchiliklaringlarning, azoblaringlarning qalbinglarni qaraytishga yo'l qo'ymasliginglar kerak. Bir muncha kishilar o'zining zindonda bo'lishiga qaramasdan chekkan iztirob, qo'rqinish va andish sababidan dunyo zindonidan yomon deb qaraydi. Zindondan qutulish umidi tatliq. Qutulanmaslik tuyg'usi ochiqdir. Sirtdagi dunyoga tava orzularmi mushundaqdir. Arzu va istaklaringlarni qo'g'ilgancha soyiga o'xshash sizlardan qochidi. Ularga parvo qilmasanglar, kayninglardan qo'g'laydi. Buning uchun bir tal qiyiq bilan o't dengizga kirsanglar, faqatli ko'yidi va sizlarmi halok bo'lib ketsizlar. Tuproqdan yaratilgan bu fani bedellarda uzoq va uzun orzuyinglarning kaynidan yugurmanglar. Ömür tugaydi, badan ojizlaydi. Ammo sizlar orzuyinglarga yetishaolmaysizlar. Bahorning kaynidan sap-sari xazonga to'lgan kuz keladi. Har qanday taxtda o'ltirg'ichining o'rnini hamon boshqa biri oladi. Mushundaq ahvolda bu tor va qorong'u zindonni yorug'lik bilan jo'shqinlikqa to'ldirish texmo yaxshi emasmi? Sen nimenge özünge teselli verirsen? Qaysi ümit bilen buncha xushal ve xotirjam bo'lib ketding sen? Yaxshi bir do'st tanlanglar. Yanida haqiqiy do'sti bo'lgan kishining g'am va azobdan qo'rqishining hojati yo'q. Sen aqlingdan ezibsen. Bu yer degan bir zindon. Biz hammamiz zulmning ichida faqat ko'mib ketgan yerimiz qoldi. Sen bu ülükler dünyasına kurtuluş ve hayat sevgisi etkenmekçim ha?
Anlanglar qarindoshlarım. E'tiqod qilishga arziydigini yagona Allohdir. Tangriga yuzaki ishonganlarning erishishligini yig'lash. Faqat qabrga ko'milish bo'ladi. Mangulik ilohga ishongan har kim uchun zindon bo'ling'i bilan bog'chi bo'ling'ining farqi yo'qdir. Yuzarsif, buncha vala xushalliqning manbasi bo'lgan iloh qandoq iloh ekan u? Bizga aytib berasan, ha? Bu xushalligimning bo'ligi har ishga qodir bo'lgan va har vaqt yenimda bo'lgan, meni qo'g'dab, menga yordam qilgan Allohimdir. Yuzarsif toshdan, yog'ochdan yasalgan ilohlarga ishonmaydi. Qanday oldu? Uni topaldingmi? Xuddi yerilib ichiga kirib ketgandekla hammayani izladim. Ammo kichkina xabarni uqamadim efendim. Agar kim onu tutib olgan bo'lsa, biz tugishimiz. Apopis bilan Inarus yo'qab ketganga o'xshashla, kimmi yo'qab ketdi? Ulardan birasi iqror qilib qolsa, amon deb hammamizni vayron qiladi. Hech bo'lmaganda ibodatxonaning huquqini ojizlashtirib yetadi. Unda oson ish yo'q. Ular Ankh Maho va ibodatxonaga xiyonat qilishning xatarlik oqibat olib keldiganligini biladi. Amonga ishindiganlarni qarab turmaydi. Cho'qim qarab turmaydi. Menimcha, Apopis bilan Inarus bir bo'lsa tutilmadi. Bir bo'lsa tutilsimi, ixro qilmadi. Ixro qilgan bo'lsa, Amonotep bilan Potifar cho'qim harakat qilgan bo'ladi. Ümidimizni üzmeyli. İzleşni davamlaştırınlar. Tapalsanlar haber kılınlar. Kılışık tegişik boğununu keyinç paranlaşamız. Yana ibadatxonanın askerlerini mi tayyorlab qo'yinglar. Tasodifiy birer hujum uchrab qolsak o'zimizni qo'g'diyolaymiz.
Nim bo'ldi? O tüge nemişki kaçıdı? Ben mi bilmedim. Qandaqlık qısam onunla paqatli yetişemedim. Ay, karvanda kaç bu yerga kelib oldi. Putlarımның paqatli macalı qamadi. Sen kenarlık mı? Şundaq. Qanaq bildim? Kiyimlerinden. Kenarlıkla şundaq giyinirdi. Ben ular bilen bilib turğan. Hey! Sen bu yerda nima ish qilyapsan? Bu yerning cheklangan doira kelgan ko'mdi uni. Mening hiçbir günahım yok. Tügülerim bu taraf kaçtı. Ben ulanı qo'g'lab keldim şu. Bu yerdan tezroq ket. O mening yurtimdan kelibdi. Ruxsat qilgan bo'lsangiz, uning bilan birdan paranglashib olgan bo'lsam. Undaqda bo'ladi. Ammo u tezroq ketsin. Sen rastlı Kenan'dan geldin mi? Özün kim? O yerda nima ish qilyapsan? Bu uzun bir hikaye. Kenan'ın çoğunlarından tanımsın. Shundaq. Yaqub payg'ambar bor. Issiq payg'ambarning o'g'li. Onun meyvelik tarixinin 13 ekanligini anlagandı. Lekin birisini qumurib atdi. Yaqub payg'ambarning ahvolining qanday ekanligini bilamsan. Ayrilish azobida yig'lab yuriydi. Yo'lning yaqisiga o'ziga atab qayg'u kulbisi deb uy sapdi. Va qumurilgan daraxt uchun hozir tutib etibdi. Sen nima ish qiyg'laysan? Kenan'a ve o bağrı köygen bu ayını qışığı bassam. Ben bir yaşının onunla salam yolluğalığını eğitip koy. Onunla eğitip koy. Sevginiş ve ayrılışının azabı küçeygen vakitte dadılırdın Irak'taki balılar ve aynı vaktiki gayrıtlık için doğru koysun. Senden ötünüp kalay bu gibimni çok mu yetkizip koygun. Özün kim? İsmin ve laqımın neyme? Ben bir ziyankeşlik uçurğuchi. İsmimni eğitip verişki ruhsatim yok. Qara, tögümü geldi. O emdi senden korkmaydı. Tova, hayran qağırekliş oldu bize. Keyin düşüncüler yugurganda. Hayran qağıçılığı yok. Bu dünyada her bir kişinin bir vazifesi ve barıdığan menzili vardır. Yani tögümünü bu yerga epkiliş vazifesini orundadı mı? Ola beni saklavatıdı. Allah'a emanet. Ben kettim hepsi. Allah'a emanet. Kenan'ın o ulug' kişisiga qayg'urmasligini ve sabr qilishini, tezroq uchirishishi uchun duo qilishni aytib qo'ygan. Allah seni qo'g'disin.
İnaros. İnaros. İnaros, uyg'on. Uyg'on İnaros. Tush ko'ryapsan? Intayin g'alati bir tush ko'rdim. Sen uyg'onib ketibsan. Men bu tush ko'rgandim. Uyg'onib qarsam, sen bu tush ko'rayotgandek Agar tursan. sirti bo'lgan bo'lsak, ibodatxonadagi rohiblarga yoki sehrgarlarning yeniga borgan bo'lardik. To'g'ri deysan. Bilmayman. Ammo bu yerda tushga ta'bir bera oladigan birasi bormidi? Yuzarsizmi? Nemishqa bo'lmoqdak. Hey, hozir yerim kechib bo'lib ketdi. Atiganda ko'rishaylik. Atatigan tosh uchoqlar kes qanday qilamiz? Zindan begi ati zindan tozaligi qilindiganligi uchun mahbuslarning dam oldiganligini aytgan. Undaq bo'lsa, men uxlayveray. Sen uxla. Peygamberligini e'lon qilishning vaqti keldi. Buningdan keyin sen Allohning amri bilan zindondagilarga va Misr xalqining to'g'ri yo'lga menishiga ham yigona Allohga ishonishga da'vat qilish vazifasini o'z ustingga olasan. Shubhasizki bu yolda Allah senin yardımcın boludu. Allah seni tanıdı ve sana kişilerge təbir beriş ilmini bildir. Ve ilgiri atıların İbrahim ve Sakka yaxşılık ata qığını oğşaş sana ve Yakup evlatlarına yaxşılık ata qıl. Peygamberliğini e'lon qilishning vaqti keldi. Shubhasizki bu yo'lda Allah senin yordamching bo'ladi. İnarus bilan ikkimiz kecha intayin g'alati tushlarni ko'rdik. Tushlarimizning ta'birini bizga aytib bera olamsiz? Nemini ko'rdinglar? Qani aytib beringlarchi. Men tushimda 3 sapak üzümni bir qadak siqqinimni va podshohga sunğunimni ko'rdim. Qo'rqinchli bir tush ko'rdim. Bakli qo'rqinchli bir tush. Bu yaxshi tush emas. Chuqun. Bu xayrli tush emas. Amsa sen qanday tush ko'rding? Men beshimning ustida non va tomoq silingan bir sivatni tutib turganimni, qushlarning uchib kelib, nonlarni elib uchib ketganligini ko'rdim. Shundaq qushlar nonlarni elib uchib ketyapti. Shundaq Şunlarga berildigan ta'bir ziyonliq bo'lsa-mu, qabul qilamsizlar. qabul qilamiz. Bo'lmaydi. So'zliginingizning hammasini qabul qila olishimiz noto'g'ri.
Sözlerimning to'g'ri ekanligidan gumonlanayotganliginglarni bilaman. Sizlar buningga haqliq. Shu ta'bir beroladiganimni bilishinglar va so'zlaganlarimning amaliyotda yuz beradiganligidan xotirjam bo'lishinglar uchun sizlarga aniq bir bishoratni beraman. Onundan keyin shunlarga ta'bir beraman. Masalan, qandoq bishorat? Masalan, bugun bizga qandoq tomoq keladiganligini aytib berishimni xohlamsizlar. Yuzarsif! Qarasam sen sehrgarlik qilayotgandek tursan. Men asla sehrgarlik qilib tushga ta'bir berishni o'rgangan emas. Ruhim samoviy tilaklarga, ilohiy ilhomlarga har vaqt ochiq turadi. Bu menga Alloh bildirgan ilmdir. Alloh degining Misrning ulug' tangrisi Amon emas, shundaqmi? Jonsiz bir tosh parchasi qandoqsiga tushga ta'bir bera olsa? Men ishonmagan kishilardan yuz o'rdim. Yagona Allohga va oxirat kuniga iymon etmagan qavmiga itoat qilmayman. Bugungi tomoq yapılaq beliq, buğday nini va bir necha dal xurmo. Yuzarsif, bu yer zindan, saray emas. Mahbuslar bundaq tomoqni tushlardimi yeyolmaydi? Bundaq tamoqlarni Zavira zindonining mahbuslari emas, balki Isilzodilar ko'ngil ochgan deydi. Sen degan tomoqlarni rostlakilarmi? Tomoq keldi, o'chiraksizliklar. Bugungi tomoq nima? Desam va ishonmaysan. Yaploq biliq, buğday nini va xurmo. Sen buni qanaq bilding? Bu tomoqlar hozirlik keltirilgan tursa. To'g'ri ekan. Yuzarsizning deginiga o'xshash tomoqni biliq bor ekan. To'xtanglar. Oldirmanglar. O'chiratib turinglar. O'chiratib turinglar. Hammalarga yetishidi. Bu tomoq zindonga qandoq kelib qoldi? Bu tomoqni Zulayxa tayyorlatibdi. Bu tomoqni Zulayxa avatga o'xshaydi. Shundoq. Buni Zulayxa avatibdi. Boshqa qandoq bo'ladi? Zavira zindonda bundoq tomoq yeyilmaydi. Zulayxa xonim mahbuslar ko'ngil bilib mushtamoqni avatibdi. Shundaqmi? Barliq mahbuslarga ko'ngil bilibmi yoki birli mahbusga ko'ngil bilish uchunmi? Yuzarsifning berdigan ta'birdan gumonlanmasligimiz kerak. Shubhisizki, siz nima desangiz shundaq bo'ladi. Yuzarsif, sen bizning yerimizda tursang, bugungi tomoqning nima ekanligini qandoq bilding? Bütün biladiganlarimni menga Alloh bildirdi. Men o'zimcha bir narsa deyolmayman. Yuzarsif, sen qaysi tangrimda deyapsan? Qaysi dinga ishonsan? Men otalarimning diniga e'tiqod qilaman. İbrahimning, İshaqning va Yaqubning dini. Sen yigona Allohga e'tiqod qildigan İbrahimning nasabidimi Yuzarsif? Shundoq. Sonsiz ilohlarga qarshi turadigan, kufri va shirik bilan kurash qiladigan, butlarni cheqib sundirgan
İbrahim'nin neslidenmi? Ming yillardan beri atalarımız tanrılarga ishinib, haykallarga sajda qilib keldi. Ularga ishonganning nima ziyni bor? Heykeltirashning qo'lida mo'mga o'xshash yumshab ketadigan haykallarni haykaltirash xohlagancha parchalaydi. Bular sajda qilishga arzimaydi. Faqat sajda qilishga arziydigini tangdish yo'q, yagona Allohdir. Bundaq bir iloh haqiqatan ishonishga arziydi. Ammo bundaq bir ilohning borligini va uning hammani yaratquchisi ekanligini qandoq bilamiz? Allah meni sizlarning to'g'ri yo'lga minishinglarga yetaklash uchun avatdi. Ta'bir berish ilmini va g'oyibni xabar qilishni bildirdi. Sizlarga bugungi rizqinglarning nima ekanligini shuni aytib beraladim. Mushu oddiy bir ishing bilan Allah sening ilohligingga ishonishimiz kerakmidi? O'z tanrılarimizni tashlab, sening ilohligingga ishonamtoq biz. Sizlarga ilmimning menga olamlarning Parvardigori tarafidan bildirganligini aytdim. Hozir sizlarga bugunga qadar aytmagan bir ishni aytaman. Otalarim İbrahim, İshaq va dadam Yaqubdan keyin men yagona Allohning payg'ambarlaridan biriman. Payg'ambar deydi. Rostmidi? Allohning payg'ambari deydi o. Men sizlarni otam İbrahimning diniga, yagona Allohga iymon etishga da'vat qilaman. İbrahimning diniga deydi o. Qova, bugunga qadar bundoq gapni anglab boqmoqchi bo'ldi. Qandoq gap bu? Shuni deyman. Qandoq gap bu? İnsanlarga to'g'ri yo'lni ko'z tutish uchun avatlagan payg'ambarlardan biriman. Mendan ilgari Odam, Nuh, İbrahim va İshaq, Yaqublar bor edi. Va meningdan keyinmi boshqa payg'ambarlar keladi. Eng oxirgi payg'ambarmi İbrahimning naslidan keladi. Ismimi madihlangan bo'ladi. Hozir zindonda payg'ambar bormi? Zindon Allohning mulki va menmi uning elchisi. Sizlarmi uning qullari hisoblanasizlar. Zindonning ichi bilan sirtining nima farqi bor? Kishilarimizning ta'biri qandoq bo'lgandi? Savolinglarni unutib qolmadim. Ansirmanglar. Faqat shunglarning ta'biri iymon etishinglarga bog'liqdir. Menga tush ta'birini bildirgan Allohga iymon etishinglar kerak. İman etimiz. Sözleringga ishonamiz. Bir narsa degim yo'q. Ammo biz sening ilohingni bilmasak, shundaqmi? Undaqda hozir ishonadigan ilohinglarni tonumsizlar. Ishonadiganlaringlarning jonsiz, ojiz va kuchsiz ekanligini bilamsizlar. Bu butlarga ishonish uchun hech bir mantiqiy sabab yo'q. Undaq bo'lsa, mening Rabbim bütün yaratquchilarning yaratquchisidir va bütün barliqlarning yaratquchisidir. Uning ne bir sherigi, ne bir o'xshashi yo'qdir. Ondaqda Apopis, Inaros, sizlar qanday qaraysizlar? Allah'ın yardımı bilen bugün sizin peygamber ekanligingizni tonish bizga berilgan yaxshi fursatdir. Men iman etdim. İman etdim. Ondaqda senchu Apopis. To'g'risini aytsam, mushkamgacha ojiz iloh ishinib kelganligimni o'ylasam, o'zimni ahmoq his qilaman. Shubsizki, sening ilohing mening ilohimdan ko'p yaxshidir. Shu holda men bu Inarisga o'xshash iymon etaman. Sening ilohing ko'rinmasimi? Ammo bizni ko'rgan va yuzimizga qaramagan ilohlarimizdan ko'p yaxshi ekanligi nihoyat aniq. Agar Amon va Misrning boshqa ilohlaridan biror yaxshilik ko'rgan bo'lsam-da, buningdan gumonlangan bo'lardim. Ammo sening ilohing senga o'xshash mehribon bo'lsa, men uningga e'tiqod qilaman. Buningdan xotirjam bo'lgin.
Ben peygamberlerini bizge doğru yol gösteriş için evetken Allah'a iman etmem. Ben bu senin ilahiyine iman etmem. Taş heykellerden nefret edemem. Ben bu bunundan keyin men yaratkan emas, meni yaratkan ilahqa iman etmem. Ben bu yigana Allah'a iman etmem. Ben bu taş diye salgan heykellerden nefret edemem. Allah'a iman etmem. Emse hemmeyle birlikte sözleyli. İbrahim, İshak İshak ve ve Yakup'un perverdigarıga. Rabbi adına. İbrahim, İshak ve Yakup'un Rabbi adına. Biz taştın yasalgan ilahladın ve dünyadaki başka ilahladın yüz örimiz ve yigana Allah'a iman etimiz. Bunun bir nesli memsizsinden biri. Qandaq qilishimni umid qilsa. O hemeylerini Allah'a işinişki davet kıvatıdı. Ondaqda atlarımızdan dini kandak buludu. Ansirma. Yuzarsif zindondagi tartibni buzmaydi. Biz mo shundoq bo'lishini xohlaymiz. Qaysi dinga e'tiqod qilish qilmasligi bilan karimiz olmasin. Yuzarsif hazratlari, biz iymon etdik. İşlerimizge tabir beremsiz. Meyli nemeli bo'lmasin, yoqtirmasanlarmi qabul qiladiganliginglar to'g'riliq. Va'da beramsizlar. Qabul qilamiz. Va'damizda turamiz. Inarus, ko'rgan tushingning ta'biri shuki, 3 kundan keyin ko'ni ish o'rniga qaytib, Amun Hutapning sharobchisi sifatida martaba va hurmatga erishsan. Ammo sen Apopis 3 kundan keyin darg'a esilasan. Yok, undaq bo'lmaydi. Undaq bo'lmaydi. Men tushganmidim. Men undaq tushganmidim. Men yo'q aytib qo'ygan. Inarusning tushganligini bilib, men tushgandim deb yo'q aytgan edim. Men yo'q aytdim. Men yo'q aytdim. Sen aldandın Yuzarsif. E'tiqodlaringning saxt ekanligi aniq bo'ldi. Yolg'on bir payg'ambarkan sen. U tush ko'mabdi. Sen ko'migan bir tushga ta'bir berding. Koshki, deganlaring to'g'ri bo'lgan bo'lsa edi. Afsus, mening deganlarim haqiqatning o'zidir va reallikda yuz beradi. Menmo bayatıgıcha ko'rgan tushimni yomon tush deb o'ylagan edim. Shundoq umidsizlangan edim. Hozir xotirjam bo'lib qoldi. Aksicha men tush ko'rdim deb o'ylagandim. Shunaqa yemaklik berish nihoyat yaxshi ish edi. Ammo o'ylagancha Yuzarsifning to'g'ri aytganligiga ishonyapman. Amun ibodatxonasidagi koinlarning hadsiz durmay bana yordam qilmaganligi to'g'ri. Men Amun Hutapni o'ldirmoqchi bo'ldim. Jazolanishim kerak. Jazolanish. O'lim.
Yaman bir ceza. Yaman ceza. İnaruz. Gaylama yordam qilmamdi. Qani ayta. Agar Yuzarsifning ta'biri to'g'ri bo'lsa, ular yordam qilmaydi. Ankmahu ve Padiyamonga qancha ko'p vaqt bersak, o'zlarini shuncha bak kuchlantirib oladi. Bu chaqda ularni bo'yin agdirish qiyin bo'ladi. Qanday qilsak tezroq qilishimiz kerak. Oliylari, Ankmahu ve Padiyamonni Kimon bilan yuzlashtirishni taklif qilaman. Agar ruxsat qilsalar. Ular apopsining iqrorini inkor qilolmaydi. Va gunohlar oshkor bo'lsa, ularni qanday jazolashni bilaman. Ibodatxonning huquqining hammasini qo'lidan tortib olaman. Ankmahu va Padiyamonni eng og'ir shaklda, eng og'ir jazolayman. Sarayda tuzgan planlarimizni ziyofat o'tkazamiz deb niqoblayli. Ankmahu va uning yaqinlarini taklif qilayli. Yana shu chaqda Apopis, Inaros va Kimonni bu yerga kirib, ularni yuzlashtirayli. Bu taklifni qabul qildi deb o'ylayapsiz? Agar Amonhotep birarsini chaqirsa, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilmoqdan boshqa amali yo'q. O so'roqchig'inni darhol tayyorlanglar. Baş üstüge alileri. Özünü tutup al. Ölüm tabii hadise. Hemmeylenin beşiği keledi. Hemmemiz ilgiri ahir ölümüz. Bugünkü nöbet senin, erteki nöbet bizning. İnsan 1000 yıl yaşasımı, yani ölüm bilen körüşüşten özünü kaçırıdı. Fakat Allah'ın peygamberleri, onun kulları ölümge toğru qaraydı. Sana ölüm xabarini bəginimge oxşaş. Yani bir xuş xabar berme. Ölümden ilgiri iman etkining sen üçün zor bir xuşallık. Sen bu dünyani
tashlab ketsan va mangulik hayotlikqa erishsan. Ammo Misrda mahbuslarni mumiya olmaydi. Mag'ribga, ya'ni ulklakatiga avatmaydi. Men bu xil ahvolda aslo mangulik huzurni topolmayman. Va mangulik yo'q bo'laman. Huzurning mozorda bo'ladiganligini kim aytdi? Bir Allohga ishongan odam butparastlardek o'ylamaslik kerak. Allohning koinotning egisidir. Bu fani dunyomi va baqiy dunyomi hamma narsa uning qo'lida. O'lim bilan uchrashganingda men sana Allohning xush xabarini, jannatning xabarini yetkazaman. Sendan ansirmayman, lekin inorusdan ansirayman. Siz nemishqa mendan ansiraysiz? Manga tahdid solgan biror xatar bormi? Yo'q. Ruhing xatar ichida. Apopis bilan sen Allohga iymon etib, butun o'tkazgan gunohinglardan poklandinglar. Ammo sen bu dunyoda qolasan. Yana gunoh o'tkazishingdan, o'lganda bu dunyodan bir talay gunoh bilan ketib qolishingdan ansirayman. Ammo Apopis pakiz bo'lib Allohning huzuriga chiqadi. Bilishinglar kerak. Iymon maysini tikmak oson. Lekin bu maysini parvish qilib, meva bagizish ba'zi mushkuldir. Halim bağın sırrı nacharlaşdı. Derdim eğirleşip ketivatıdı. Hemmeyler meni hoşal yaşavatıdı dep oylaydı. Par kalbimden ve gamga tolgan bağrımdan habersiz. Hiç kim ünsüz nidalarımla anlamaydı. Qanday qilishim kerak? Karim amma, birer amal tapqin. Pes ovozda gap qiling xonim. Hammanglarni anglasin demsiz. Men azobni davatman. Yuzarsifni bugun aydira oladigan azob bilan qamchidir. Albatta. Bardoshlik biralisingizli bo'ladi xonim. Yuzarsifni men beqib jon qildim. O halimgan ishni asla qilmaydi. Herkesmi qilmaydi? Aqlimga hech qanday chora kelmayotdi xonim. Lekin men uni qo'yib etish sharti bilan bo'ysundira oladiganligimni o'ylayapman. Bu chordan hech qanday natijaga erishamagan taqdirdami, men sizning xushalligingiz uchun hammani qilishga roziman xonim. Undaqda hozirla Zavra zindoniga boraylik. Geldiniz hanım. İlahlar sizni qo'g'dasin. Yuzarsif acaba men itoat qilmasmi? Yo'q hanım. Bu işte o sizga qo'shilmaydi. Uni itoat qildirish qiyin ish emas. Ammo sizlar buni qilmadinglar. Men bu İbrani qulni yavaşlasın deb, onun ko'z kishan selanglar, ojitsiz qo'yinglar deb zindonga tashladim. Undaq emasmi? Ammo sizlar uning hech nima qilmadinglar. Ammo hurmatli xonim, ketishga o'ringanlarga ko'z kishan selinadi. Yuzarsifning bundaq biror niyati borligini men azaldan sezmadim. Berilgan tomoqlarni yeb to'ymaganlar osh qo'yiladi. Yuzarsif kichikina tomoqni boshqalar bilan birga yeydi.
Gunoh o'tkazgan mahbuslar qamchilanadi, ammo Yuzarsif gunohkor emas. Demak, to'g'ri ekan-da. Yuzarsif hammanglarni o'ziga qartyapti. Rostimni aytsam, shundoq xonim. Men sizning Yuzarsifga oshiq bo'lganligingizni tushunaman. U haqiqatan yaxshi ko'rishga arzigidek yigit. Karim Mamadin uning bilan so'zlashishni talab qildim. Uni Yuzarsifning qishiga apag'in. Ma'qul. Muhofizatchi, Yuzarsifni ko'rish uyga kiringlar. Bizni yolg'iz qo'yinglar. Yana nim bo'ldi Karim ama? Xonim texcha amalga oshmaydigan xiyollarning kaynida yugurib yuribdi. Tammiqi va uyqusi aslik keldi, ammo sizni unutishi mumkin emasdek turdi. Onunga echinaman Karim ama. Nafsiga buncha yo'l qo'yg'icha kashki aqlini ishlatgan bo'lsa-chi. Oshiqda aql bo'lmas. Zulayxa oshiq emas. Havasni oshiqqa aralashtirib olmanglar. Oshiq muqaddasdir. Undaq past ko'ngilda oshiqlik bo'lmaydi. Xonim Zulayxani yenik tabiatli bir ayol desang bo'lmaydi. Tangirlarga qasam qilamanki, agar u ruxsat qilgan bo'lsa, men azob bilan seni bo'ysundirgan bo'lardim. Ammo duo qil, u bunga qo'shilmaydi. Tushundingmi? Yuzarsifning taslim bo'lmaydiganligini Zulayxa obdan biladi. Bu sababdan sening menga arziyat yetkazishingga qo'shilmaydi. Men Zulayxani yaxshi ko'raman va uning murodiga yetish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Xohlasang buni o'tkinchi havas degin, xohlasang oshiqlik degin. Men sening zindondan qo'yib etilishingni xohlamayman. Ammo bilib qo'y, bu Zulayxaning talabi. Men sana hürlük çıkışının yolunu köstüp beray deb Zulayxaning nomida bu yak keldim. Sen Zulayxani qanchalik yaxshi ko'rsan? Jenimdimi aziz ko'raman. Men yaratquchimni jenimdimi bakrak yaxshi ko'raman. Mening maqsadim Zulayxani emas, balki uni rozi qilish bilan o'z xushalligimni qo'lga keltirishdir. Qara, men sana va'da beray. Agar Zulayxaga bo'yin egib, uning xolig'ini qilsang, bu yerdan darhol qo'yib o'tilsin. Zulayxaga ayt. Yuzarsif gunoh va xiyonat orqali hurlik erishishni xohlamaydi. Ruhini shaytonga setishni voz kechsin. İffetlik bo'lmoq, yo'ldishiga sodiq bo'lmoq sizlarga hech nimani bildirmamdi. Zulayxaga bo'lgan hurmat va sevgimning aksicha, uning bir yomon xotin ekanligini e'tirof qilaman. Uning Potifardan iborat jasur eri turib, siningdek birsining kaynidan yugurib yurguniga haqiqatan hayronman. Agar Zulayxa birdan bir so'ygunini tunigan bo'lsa, Yuzarsifga o'xshash bir bechoraga ko'ngil bermagan bo'ladi. Rabbim, Zulayxani ichiga tushgan bu qorong'u zindondan qutqizgan va qalbini iymon nuri bilan yo'ritqin. U bu zindonda chirib ketguchi yasin. Qachon mening qalbimga qo'shilsa, shu chaqda qo'yib etiladi.
ketaylik. Zulayha xuddi o'shini yo'qotgan bir qimorboz o'xshaydi, ammo ifodlamaydi. O'zining tashurak ekanligini isbotlamoqchi bo'ldi, ammo unday qilolmadi. Sana Allah'ın salamını eğitime. Sizgimi Allohning salomi bo'lsin. Peygamber Yakup'ni izlep gelgen. Uni izlab nima qilyaptingiz? Mısır'daki bir mahbus yaştı. Onun habere kelgen. Bir mahbus yashdin dedingizmi? Şunda. Men bilan yuring. Sırtqı görünüşü, boy turqi, yeşi qancha yoshgan? Egiz boyluq. Yeşi 30-32 yaşlardı. Chiroyi chiroyliq. İsmi Yusuf shundaqmi? İsmini sormadım. Ama eğitip veremeydiğalıqını etti. Uzun çaşları ve sakallardan güzelliği bilmey durdu. Mening Yusufim shundaq chiroyliq. U yuzini o'rvasimi bilinib turdi. Yo'q, hech qanday narsa uning go'zalligini yushirolmaydi. Kenan'ın çoğlarını sordu. Ben sizin gepinizni qildim. Meyvelik 12 daraxtni sordu. Ben birini qo'mirvatdi dedim. Ismini nimishqa aytib bermidi? Nimishqa aytolmaydi ekan? Mening Yusufim bo'lgan bo'lsa, aytib beradi. Dadisi uchun bo'lsa-mu aytgan bo'ladi. O yigitdan bir xabar keldim degandingiz. Shundaq. Öydün Irak'taki g'erib mahbuslar uchun duo qilishingizni topiladi. Allah uni zindondan ozod qilg'ay. Qo'lingizni qachon duoga ko'tarsangiz, ota-onasidan ayrilib yetim qolgan bolalar uchun duo qilishingizni aytdi. Bu cho'qim Yusuf. Bu dadisidan yiroqdagi yigit mening Yusufim. Anladingmi Bunyamin? Bularni dadisidan ayrilib qolgan bolalar uchun aytibdi. O'zini besvog'inda da Yusufning Misrda nemishi bor. Yana kelib zindonda. Bu aytilgan gaplar Yusufdan derak berolmaydi. Bu yigit yoki mening Yusufim, yoki Yusufning qayerligini biladigan birisi. Allohning xalifasi va qo'mirilgan mevelik daraxt haqida bir gaplarni degandi, lekin esimda qolmadi. Ey Rabbim, uni zindondan qutqizib, bag'ri mehri muhabbatga to'lgan dadisi bilan ko'rishtirgin. Dadisining ko'nglini uning yuzi bilan yo'ritgin. Ruxsat qilsangiz, men amda mangay. Allah sizni qo'g'dasin. Allah bu yaxshi xabaringiz uchun sizni mukofotlasin. Men Yusufimni ko'rgandek bo'ldim. Allah sizni qo'g'dasin. Ma'qul. Xo'shamsa. Rabbim, o duo talab qilgan Misrlik yoshning talabini ijobat qilg'aysan. Efendim, podshohning askari sizga xabar kelibdi. Alileri Ank Mahog salam. Mısır tanrısı Padişah 3. Amun Hutep, Mısır ibadetxanasının ulug kahinini
Padişah sarayida berilgan meşhur ziyafetlik teklif kıldı. Kadem teşrif kılsanız, bu yığılışının körmekligi aşırılattı efendim. Padişah Amonhotep sizin vaktida kadem teşrif kılışınızdan tapıldı. Padişahın bu alaydı teklifi için minnettarım. Ziyafetlik çokum barımız. Kessen boladı. Neymiş koşuldunuz? Bu bir tozak buluşu mümkün. Bamay amalımız yok. Koşulmaslar Amonhotep'e karşı çıkış ve onunla uruş elan kılıştan ibaret boludu. Çokum barım. Başka taraftan Apopes Amonhotep'nin canıga kaskagan bolsa, yol gösterkici bulup biz günahkar bolamiz. Ziyafetki bağımızsak bu günahni kubul kılgan bop kalımız. O ziyafet biri eli bop kalsa ocağını qandaq qilamiz? Yamon xatarning oldini elish uchun askarlarga har vaqt tayyor turish buyrug'ini berolmaydi emasmi? Biz shaharning esl zotlarini ziyafetga billa ep baramiz. Amonhotep ularning yanida bizga qarshi harakat qilolmaydi. Tangri Amonning tarafdorlari shunchalik ko'pki efendim. Padişah ulug' kohin Ankmahoga qarshi hech qanday gap qilolmaydi. Shundaq bo'lsin, sizlar atki ziyofatga tayyorlik qilinglar. Salam sizga. Biz Apopes, Inaros ve kahin Kimon'la ağıl geldik. Baş üstüge efendim. Hazırıl tayyor qilaman. Mahbus Apopes bilan Inaros ketishga tayyorlik qilsin. Öz onu tutup al. Ayacalanma. Ularni etmanglar. Amonhotepning huzuriga sotlanig'il chiqsizlar. Apopes. Apopes. İman etkan Allah'a tevekkül kıl. Onun iradesiga razı bol. Bu dünyada kalsan, yani birbirimiz bilen görüşümüz. O dünyayı kessem, köp vakt ötmezden biz mi barımız? Bugün 3. gün. Bilemse, Yuzarsız'ın tabiri doğru çıktı. Doğru Apopes. Tez bol. Makul. 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 Oğluma, seni yaratkan Rabbin bilan uçuruşsan. Kahin Kimon'u mu etmanglar? Bu yerden sağ salamet çıksan, seni çokum yoklap barım. Hatırlayacağım bu. Mimi sabığı okşaş sana kiyim ve tamak aketişimini halamsan. Bana emas. Dostlarına eke. Inaros, dua kıl. Allah'a dua kıl. Bizni bu yerden epkesin. Chin dilim bilan duo qilaman. Ey Apopes! Yuzarsifning deganlarining yuz berishini atayin. Hech qanday ish bo'lmaydi. Ansirma. Men sana va'da beray. Va'da beray. Ansirma. İşini aç.